Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan aka-uka opa-singillar, barchangizga xayrli kun tilaymiz do'stlar. Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisidamiz do'stlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachalarimizga 2026-yil iyul va avgust oylariga yangi qabullar, yangi reyslar yo'lga qo'yilgan. Xudo xolasa, shular haqida batafsil va qisqacha ma'lumot berishga harakat qilamiz. Albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka opa-singillarga mana shu videoni maksimal darajada tarqatib qo'yishni unutmanglar azizlar. Xudo xolasa siz obunachalarimizga hozirgi kunda Farg'ona, Jidda va Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri parvozlarimiz amalga oshirilib borilyapti. Ya'ni haftaning har seshanba sanasiga Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha va haftaning har chorshanba sanasiga esa Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz bor do'stlar. Hozirgi kunda bizda do'stlar safarimiz 14 kunlik bo'lib, 3 kun Madina Munavvarada va 11 kun Makka Mukarramani tashkil qiladi. 3 kun Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, 11 kun Makka Mukarramada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari taqdim qilinadi. O'zimizni mana shu Marg'ilondan borgan povurlarimiz, qo'li shirin oshpazlarimiz xudo xolasa sizlarga 11 kun va 3 kun mobaynida chiroyli xizmatlarni ko'rsatishadi azizlar. Bundan tashqari Madina Munavvara va Makka Mukarramada gostinitsa oraliqlar masofalarimizga keladigan bo'lsak, Madinada 150-200 metr, ya'ni markaziyada tashkil qiladi. Makkada esa 800 metr, 700 metr oraliq masofada bo'ladi. Bemalol piyoda borib kelsangiz ham bo'ladi. Bundan tashqari qo'shimchasiga avtobus xizmatlari ham yo'lga qo'yilgan azizlar. Xudo xolasa sizlarga malakali va tajribali ellikboshlar hamrohligida 4 yulduzli mehmonxonalarda chiroyli safarni amalga oshirishga harakat qilamiz azizlar. Yana ham to'liqroq ma'lumotlar olmoqchi bo'lsalaring, ekrandagi raqamlarga bemalol telefon qilib, aloqaga chiqib, joylarini bron qilishlari mumkin. Xudo xolasa hozirgi kunda bizda 12 ta viloyatdan qabullar davom etmoqda do'stlar. Toshkent, Samarqand, Farg'ona, Namangan, Andijon, Surxondaryo, Qashqadaryo bemalol telefon qilaverasizlar do'stlar. Toshkentdan ham primoy reys bo'ladi, Farg'onadan ham primoy reys bo'ladi. Sizlar degan talab qilinadigan hujjat, ya'ni bitta Zagram pasportni taqdim qilasizlar va to'lovlarimiz ham bank orqali amalga oshiriladi. Ya'ni sizlar Zagram pasportni operatorlarga tashab beradigan bo'lsalaringiz, sizlarga bank shot raqamlarini beriladi. Ya'ni o'zingizga yaqin bo'lgan bank ofislaridan yoki filiallardan to'lovlarni amalga oshirsalaring bo'laveradi va chekini tashab bersangiz, ya'ni sizni joyingiz bron bo'lib qoladi. Xudo xolasa, do'stlar, hozirgi kunda bizda 14 kun safar mobaynida 10 dan oshiq ziyorat va 10 dan oshiq sayohatlarimiz bor. Ya'ni bu safarimiz qanday bo'ladi? Ham ibodat, ham ziyorat, ham sayohat hisoblanadi. Ya'ni birinchi bo'lib Madina Munavvaradan ziyoratlarimiz boshlanadi. Ravza-i Sharif, Xurmo bog'i va Qur'on bosmaxonalari, qo'shimchasiga Makkada esa har xil turdagi ekskursiyalar, Jidda shahrida Qizil dengiz sayohati va yana bir narsani inobatga olib qo'yinglar. Bir martalik to'lov evaziga 2 marta umra qilish imkoni bor. Ya'ni Toyib shahriga ham safarlarda amalga oshiriladi. Qaytib kelganingizda miqotga tushib, ya'ni yana qayta umra qilish imkoni beradigan safar qilib beramiz xudo xolasa. Batafsil va to'liq ma'lumotlar ekrandagi raqamlarda bo'ladi. Hozirgi kunda hurmatli obunachilar, narxlarimiz Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha $1050 dan, Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha $1070 dan qilib belgilandi. Yana bir narsani inobatga olib qo'yinglar do'stlar. Narx borasida kommentariyda yozilyapti, nimaga sanda qimmat, mana bu arzon bo'lyapti-yu, biznes qilyapsan, u gabi, bu gabi deyapti. O'sha arzoniga uchib borgan odamlarni ko'ryapsizlar-da. Misol uchun aeroportlarda qanday holatda qolishyapti, necha kunlab уже qolib ketishyapti u yerda. Shuni inobatga olib qo'yinglar. Arzon narsa doim arzonlik qiladi. Shuning uchun chiroyli, ishonchli va garantiyali tur firma orqali safarni amalga oshiring va safaringizni aytgan sanasida, aytgan vaqtida qaytib kelish imkonini beradi. Bizda bordi keldi bilet olinadi. Hurmatli obunachilar, shuni ham inobatga olib qo'yinglar. Biz sizga qachon ketib, qachon kelganingizgacha, bilet raqamlaringizgacha sizga tashab beriladi. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqinglar. Ishonchli, garantiyali tur firma Marg'ilonda Centrum Holidays, ya'ni Toshkent filiali mana shu Marg'ilonda joylashgan O'ram choyxonasining yonida. Mustaqillik ko'chasi 235-A uyda joylashgan. Bemalol telefon qilib kelsangiz ham bo'laveradi va batafsil ma'lumotlarni olsalaring bo'laveradi. Arzon narsaga uchib qolmanglar do'stlar. Ishonchli va garantiyali tur firmadan safarni amalga oshiring. Hozirgi kunda sizlarga to'liq ma'lumotlar berdi degan umiddaman. Iyul oyiga ham, avgust oyiga ham haftaning seshanba Toshkentdan, haftaning chorshanba sanasi Farg'onadan,
to'g'ridan to'g'ri primoy reyslarni biz bilan amalga oshiring. Tajribali va malakali 50 boshlar hamrohligida 14 kun mobaynida ham ziyorat, sayohat va ibodat qilib kelish imkonini beradigan safarni biz bilan birgalikda amalga oshiring do'stlar. Bizni kuzatib boring, sizlarga to'liq ma'lumotlar berdik degan umiddaman. Agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa oldindan uzr so'rayman. Yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar azizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Rahmat hammaga.